Assalomu alaykum azizlarim. Bugun biz sizlar bilan sevimli oshxonamizga yana kiramiz. Ishimizni Bismillahirrahmanirrahim deb unlarimizni ilova olamiz. Sizlar bilan birgalikda qaymoqqa qorilgan yog'li patir tayyorlaymiz. Bu uchun mana kerakli bo'lgan masalliqlar: sut 3 litr, 1 kosa qaymoq, 100 gram tuz, yarim choy qoshiq soda, istimol sodasi. Dro'jja ishlatmadik. Hammasini unni ustiga solib oldik. 3 litr sutimiz solib oldim. 1 piyola simichka yog'im qo'shib yubordim. Qarang, qaymoqlarimizni solamiz. Qaymoq qancha ko'p bo'lsa shuncha yumshoq, shirin chiqadi. Hammasini aralashtirib, xamirimizni qora olamiz 12 ketguncha. 12 ketgandan keyin yaxshilab mana shunaqa qilib mushlaymiz. Biz xamirimiz chiroyli chiqdi. Mana yog'liqligi bilinib turibdi. Yumshoq, mo'rt, qaymoqqa qorilgan yog'li patir. Xamirimiz tayyor bo'ldi. Mana qarang, silliq bo'lib qoldi. Endi xamirimizni zuvolachalarga olamiz. Bir xil shaklda kesib chiqamiz. Zuvolachalarimiz. Zuvolachalarimiz tayyor bo'lgandan keyin hammasini bir xil qilib ustiga strich qog'oz bilan o'rab qo'yamiz. Dasturxonga o'rasangiz yog'ini tortib oladi. Strich qog'oz yaxshi. Endi 20 daqiqa sholatga dam oladi. 20 daqiqa ustiga dasturxonni yopib qo'yamiz. 20 daqiqa. Dro'jja ishlatmadik. Dam oldi xamirimiz. Endi nonlarimizni yasab chiqamiz. Xamirimiz yumshoq chiqqan. Juda ham chiroyli. Yaxshi yasalibdi. Nevaralarimga kulchacha ham tayyorladim. Nabiralarim kulchani yaxshi ko'radi. Har non yopganimda ularga ham kulcha yasayman. Nonlarimizni endi non savatga ko'tarib olamiz. Oxiriga vilka ham urib olasiz. Ham yaxshi havo o'tib pishadi, singa bo'ladi. Ko'tarilib ketmaydi. Tandirga o't qo'ydik. Tandirimiz oqarish oldida mana shunaqa bo'lib oqarib keladi. Tayyor bo'ldi tandirimiz. Tandirni artib, kullarini nonni yopishni boshlaymiz. Cho'g'ini ustini kul bilan yopdik. Xalaqit bermaydi. Alohida ustini kul bilan yopsangiz. Ularni birin-ketin joylashtirib olamiz. Joylashtirib oldik, qarang. Mana shu holatga 40 minut turadi. Mana olovni usti yopiq. Mana shu holatga kelgandan keyin 40 minutdan keyin olovni ochamiz. Mana endi ochildi. Ochilgandan keyin mana olov ochildi. Pishish oldidan mana chiroyli bo'lib qizarib pishdi. Suv olamiz yuziga. Suv olamiz yuziga.
mana uzoqlik nonlarimizni hech narsa surtmadik, kunjut ham sepmadik, o'zi tabiiy shu holatga chiroyli bo'lib chiqadi. Qarang, marhamat, mana ko'ring, tayyorlab ko'ring, juda ham lazzatli, yumshoq, ta'mi sizga yoqadi. Mana nabiralarim bilan kulchalarda tarqataman nabiralarimga. Qarang, orqasiga ham, oldi ham chiroyli chiqqan tandir. Qarang. Keling, ko'kchoy bilan mazza qilib issiq non yeymiz. Mana orqalari ham yaxshi chiqdi. Mo'rt qo'lingizga ishotilib ketadi. Qaymog'i ko'p solingan. Marhamat, ko'ring.